Quloqdagi shovqin bu kasallik emasda, simptom, ya'ni belgi bu oddiy. Bunda endi turlari bor, ya'ni qo'ng'iroqsimon, shivirlagan, pichirlagan, har xil shovqinlar sifatida quloqqa eshitiladi. Quloqda shovqinlarda endi kelib chiqish sabablari nima deydigan bo'lsangiz, qon bosimini oshish. Birov sal boshim aylandi, boshim og'ridi deb qoladi. O'sha uchalasi birga kelib qoladi. Bosh og'rig'i, bosh aylanishi, quloqda shovqinlar. Qon bosimi ko'tarilib ketganda ham, tushib ketsa ham xuddi shu ahvol bo'ladi. Quloq bitadida, taqot miyada shu har xil shovqinlar eshitiladi. U tashqarida eshitilmaydi-da. Tashqarida shovqinlar u oddiy bizga eshitiladigan narsa. U miyaning ichida his qilinadi. Naushniklarni quloqqa baland qilib eshitib yurish, bosimli muhitlarda yuriladi, yo atrof muhitda juda ham shovqinli joylar yursa, quloqda shovqin paydo bo'ladi. Zing'illab, ancha sal bir g'alati bo'lib qoladi-ku shunaqa holat. Sahrli diabetlarda qondagi qand miqdori ko'payib ketsa ham, tushib ketsa ham, stress, depressiyalarda ham shovqin paydo bo'ladi. Yolg'on. Autoimmun kasalliklarda turli xil ichkilikbozlik, mana kofeini bor, energetiklar bor-ku, o'shani iste'mol qilish yoki kofeinli mahsulotlarni iste'mol qilish natijasida ham quloqda o'zgacha shovqin paydo bo'ladi. Buning uchun o'sha qonda qand miqdori, gemoglobin miqdorini nazorat qilish, qon bosimini nazorat qilish, turli xil naushnik, ular taqib yurishdan ehtiyot o'zini saqlash, keyin o'sha kofeinli ichkilik, alkogolizmlardan saqlanish, keyin quloqda mexanik ta'sirlanishdan saqlanish. U quloqimizdan sera, pera, chang-chungdan tozalayman deb quloqni ba'zan zararlab qo'yadi. Quloqda shovqinlarni vaqtida bartaraf qilinmasa, bora-bora bu odamni stress, depressiya, qo'rquv, xavotir, vahimaga tushirib qo'yadi.